Bilasizmi, ayol kishi doimo turmush o'rtog'i yonida turishni istaydi. Ayol kishi istagida aynan eri amalga oshirishni istaydi. Erchi u nima istaydi? Ayoli mehribon va shirin so'z bo'lishini, go'zal bo'lishini, aytganini qilib itoat qilishini xohlaydi. Ajib. Ikki tomonning istagini kim birinchi amalga oshiradi? Avval mehr ko'rsatsin deb er kutadimi yo erim istagimni olib bersin deb ayol qaysarlik qiladimi? Aslida qay biri to'g'ri? Ochig'i qay biri to'g'riligini bilmadim-u, bitta narsani aniq bilaman. Sahoba onalarimiz turmush o'rtoqlari nima xohlasa, shuni xohlaganlar. Nimani yaxshi ko'rsalar, shuni yaxshi ko'rganlar. Nimani yomon ko'rsalar, aynan eri yomon ko'rgani uchun shuni yomon ko'rardilar va eriga itoat qilayotganligi bilan o'zini baxtli his qilardi. Biz nimadan baxtlimiz?